Bu modellarimizga hozir skidka ketyapti 25 million. Naqd to'lov turiga 25 million chegirma qilib beramiz. Yo'q bo'lmasam avtokreditga. Avtokreditga ham 25 million skidka qilib beramiz. Faqat va nihoyat rassrochkamiz ochildi. Endi mijozlar xohlayotgandek rassrochka, ya'ni o'zining nomiga chiqadi. Ortiqcha to'lovlasiz. Bitta pasportga mashinani o'sha 30, 40, 50% ni berishadi. Qolgani bo'lib beriladi o'zini puli. Hamma modelga. Eng zo'r, eng ko'p sotiladigan mashinamiz. Bularda 3 ta pozitsiya bor. Mana shu ko'rib turganinglar, birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalar. Ya'ni o'sha lyuksiz, lyukli va 4x4. 4x4. Ha. Mashinalarga garantiya qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasi 5 yil yoki 150 ming. Garantiya motorga, korobkaga, elektronikaga, kuzov fatsingovkasiga beriladi. Hamma modelga. Hamma modelga. Tushunarli. Уже 8 Pro Maximizani garantiyasi уже 7 yil bo'ladi. Sal ko'proq. Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari, aziz do'stlar, aziz obunachilar. Sizlar bilan kanal admini Jahongir. Bugun xudo xolasa Cherry avtosalonidamiz. Aynan Sergelida joylashgan Sergeli Cherrydamiz. Avtosalonni ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, qo'ldan kelgancha avtosalon narxlari, bo'layotgan aksiyalar, bonuslar, hamma yangiliklarni so'rab bilib beramiz. Bugun sana 7-iyun hafta kuniga shanba do'stlar. Layklar bosib qo'yinglar. Kanalda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Biz videorolikni boshladik do'stlar. Qo'ldan kelgancha tanishtirib beramiz. Xo'p do'stlar, bizga shu avtosalonda ishlaydigan Bekzod akamiz. Assalomu alaykum. O'zingiz tanishtirib berasiz, xudo xolasa. Xush ko'rdik aka. Avtosalonni ko'rishinglar mumkin. Hamma modellardan terib qo'yilgan ekan o'zi ham. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, o'zingizlar yaxshi keldinglar. Xudoga shukr. Ayomlar bilan. Rahmat, o'zingiz ham aka. Manzilni tanishtirib ketsak. Xo'p, Sergeli 7, mashina bozoriga yetmasdan shunday chap qo'lda joylashganmiz, Ahmad Jo'jani oldida. Ahmad Jo'ja bor, restoran o'shani oldida. Yo'l u tomonida mashina bozor bor do'stlar. Yana ham telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz. Biroz telefon qilsanglar, lokatsiya ham tashlab berish, unaqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Avtosalonda ishlaymiz 9 dan 8 gacha. Har kuni, bugun bayram kuni bo'lsa ham ish ketyapti. Ha, har kuni dam kunlarisiz ishlaymiz. Gap yo'q. Nima yangiliklar aka? Yangiliklar shu va nihoyat rassrochkamiz ochildi. Endi mijozlar xohlayotgandek rassrochka, ya'ni o'zining nomiga chiqadi. Ortiqcha to'lovlasiz. Bitta pasportga mashinani o'sha 30, 40, 50% ni berishadi. Qolgani bo'lib beriladi o'zini puli. Hamma modelga. 30, 40, 50%. Ha, qanaqa 30% to'laganda 1 yilga bo'lib beriladi, 40% to'laganda 18 oyga, 50% to'laganda 2 yilga, 60% to'lab 3 yilga olsa bo'ladi. 60% eng ko'payganda 3 yilga. Ha. Bosh to'lov 60% bo'ladi. Endi hamma model dedingiz. Hamma modellarimizga. Avtokreditlar. Bundan tashqari avtokreditlarimiz bor, imtiyozli. Uni boshlanish to'lovi eng kami 15%. 15%. Ha. Hamma modelga bor u ham. Bor. Xo'p, obzor qaysi mashinalardan boshlaymiz aka? Xo'p. Kelinglar, mana 7 Pro dan boshlaymiz. Bular hali bo'sh ekan. Crossoverlar. 7 Prolarimiz bizning flagman hisoblanadi. Ya'ni eng zo'r, eng ko'p sotiladigan mashinamiz. Bularda 3 ta pozitsiya bor. Mana shu ko'rib turganinglar, birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyalar. Ya'ni o'sha lyuksiz, lyukli va 4x4. 4x4. Ha. Bu 7 Pro Luxury deyiladi. Narxi 311 million 900. 7 Proning eng arzon varianti. Ha. Обновленный versiyasi, fari, tumanka, облицовкалari o'zgarib chiqqan eski выпускалariga qaraganda. 18 lik diskalarda turibdi ekan do'stlar. 18 lik diska, podveskasi yumshoq, независимый, nomi McPherson. Mustaqil har bitta ballon mustaqil ishlaydi. To'rimizlari diskoviy, ventilyatsiyali bo'ladi. Salon ekokoja, salonda ham o'zgarishlari bor, monitorlari splashnoy bo'lgan, ya'ni qo'shilib ketgan, kattaroq bo'lgan. CarPlay, YouTube, Android Auto hamma funksiyalarni o'qiydi. 9 klimat kontrol bor bu yerda. Orqada ham, ha? Orqada ham. Hamma boshqaruv sensorli bo'ladi. Cruise control, обогрев сиденья, hamma narsasi bor. Orqalari ham keng. Ko'rsanglar bo'ladi. Sidnelarning oxirigacha surilganda bemalol joy bo'ladi. Xo'p, bu 7 Proning eng arzon varianti bo'lyapti. Eng arzon varianti, eng birinchi. Motorlari ikkita pozitsiyaniki bir xil. Ikkita pozitsiyaniki bir xil, uchinchisiniki kattaroq bo'ladi. Bularniki nechi hozir? 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi, 4 ta silindrli motor. Oldi privet faqat. Ha, oldi privet. Rasxod qanaqa bo'lyapti aka? Bu shahar ichida. Shahar ichida 10 litr. 10 litr. Mashina. Ha.
trassada 6,5-6. Benzin endi 92 plus qo'yish kerak. 92 plus. Undan yuqori. Tushunarli. Propan bu mashinalarga bemalol tushadi. Orqalari ham bunda o'zgarish bor, mono qo'sh bo'lgan, bu fari полностью yonadi, spoilerlari o'zgargan. Bagaj elektropaket, Bitta knopka orqali bitta knopka orqali 480 litr bagajnik и o'zida полноценный zapaska, ya'ni 18 razmerli. Dakatka emas, O'sha mana bu balon bilan birga bir xil. Birga bir. zapaskasi ham. Shunaqa. Tushunarli. Endi buni bitta nimasi, lyuksus variant. Bu lyuksus, da. Lyuksus. Har xil rangidan bormi aka? Har xil rangidan, 4 xil rangda bo'ladi. Mana shunaqa stальной, oq, qora и темно-серый. Mashinalar nalichidami yo kutiladimi? Nalichida, hamma rangi ham, komplektatsiyasida ham nalichida. Biza Головной avtosalon bizda har doim hamma rang, hamma pozitsiya bo'ladi. Hammasidan bor bo'lmasam. Sidinalari o'sha elektronika ekan. Sidinalari elektronniy, multi-rul, start stop, auto hold, elektrический ручной funksiyalari bor. Ikkita pozitsiyani o'rtasida turibsiz aka mana. Aha. Lukli, lyuksiz. Lukli. Asosiy farqlarini aytib ketsak obunachilarga. Hop, bunisi 311 million 900 bo'lsa, bunisi уже 344 million 900. To'lov usullari bir xil. Bunda asosiy farq bu panorama lyuk bilan 360 kamera. Bu eng asosiy, eng katta farqi. Undan tashqari salondagi o'zgarishlardan bunda беспроводной зарядка и память сиденьяlar и подсветка saloni qo'shilgan. Tushunarli. Balon razmerlarigacha bir xil. Razmerlar, gabaritlari bir xil. 1.5 o'sha turbina bu ham 147 ot kuchi. Shunaqa. Endi oldin aka bularga aksiya ketayotgandi, propan gaz uстановка qilib berish. Hozir qanaqa to'xtatildimi? Hozirda u o'tgan oy aksiyasi bo'lgan, hozirda u to'xtab turibdi. To'xtab turibdi. O'rniga boshqa aksiya bormi yo'qmi? Ha, yengilliklar harakat qilyapmiz, xudo xolisa. Keling, salonni ko'rsatib. Yengilliklar bo'lib qoladi. Hop, ikkitalik. Bunda o'sha xotira sideniya qo'yilgan, беспроводной зарядка и panorama tom. Tushunarli. Aytilgandek 30%, 40%, 50, 60% bosh to'lovni qilib, rassrochka olib chiqib ketsanglar bo'lar ekan. Mashinalar mana qora, oq, qanaqa rangi kerak bo'lsa, hammasi xudo xolasa topsanglar bo'ladi. Eng glavniy katta ofis deyapsiz o'zingiz. Shunaqa. Hech qanaqa kutilmaydi xudo xolasa. Gap yo'q. Bu 249 million 900. Aha, 344 million 900. 349 million 900. Nargisi-chi aka? Unisi 7 Pro Max 3-chi full versiyasi bu 364 million 900. Buni asosiy farqi motorida bo'ladi. Buni motori bu ikkalasiga nisbatan kattaroq. Biri 6 turbina и 4 ta balon tortadi. Ot kuchi nechta bunda? 186 ta. Ot kuchi ham ancha ko'paygan do'stlar, 186 ta. Luk bor, max bo'lgandan keyin endi bu 4x4. 4x4. Motor katta do'stlar, nargilari oldi привод bo'lsa, bu полный привод ekan. Salonda endi salondagi o'zgarishlar bu akustika. Akustika buniki Sony. Ya'ni konsertni zal bo'ladi ichi. Sideniyalar isitiladi, sovutiladi. Rejim vожденияsi ko'proq, ya'ni 6 ta qorda, loyda yura oladi. И sideniyalarni isitish sovutisi, xotira sideniyasi bor. Bundan tashqari полоса удержания, avtotormojeniya funksiyalari ham bor. Orqa sideniya faqat qizdiradimi aka? Ha, orqa sideniya faqat qizdiradi. Tushunarli. Orqaga ham shu konditsionerli abduflari bor. И USB zaryadchilar. Telefon zaryad. Parog turibdi aka? Ha, parog bizni tomondan qo'yilgan. Bepul. Bepul. O'zi zavodskiy parog bo'lmaydi. Zavodskiy parog bo'lmaydi. Biza mijozlar bizdan mashina olganda har doim sovg'alar bilan chiqaraveramiz. Ya'ni mashinaga o'ziga kerakli bo'ladigan aksessuarlar, polik, chexol, zashtikalar, shunga o'xshash narsalarni tekinga qo'yib beramiz. Radiator setka aytganingizdek bonus sifatida qilib beramiz. Tan narxi hech qanaqa qo'shilmaydi. Yo'q, tan narxiga qo'shilmaydi. Bizning avtosalon tomonidan sovg'a. Shunaqa gaplar do'stlar, mashina olganga shu sovg'a bepul beriladi. Shunaqa. Bironta modelda aka hozir aytayapmiz, 30% bosh to'lov qilsa, oylik to'lovi bir hisoblab keltirib berasizmi? Aniq sifralarda. Avtosalonga kelishsa, unisini hisoblab beramiz. U har doim har xil bosh to'lovga hamma narsa bog'liq. Bosh to'lovdan kelib chiqib, muddatidan kelib chiqib, narx-navo kelib chiqadi. Men o'zim bironta mashina tanlab sizga muddatini aytsam, hozir hisoblab berasizmi? Ha, hisoblab beraman. Bu modelni bitta tanishtirib ketsak.
Arizo 6 bu modellarimizga hozir skidka ketyapti. 25 million. Naqd to'lov turiga 25 million chegirma qilib beramiz. Yo'q bo'lmasam avtokreditga. Avtokreditga ham 25 million skidka qilib beramiz. Faqat bo'lib to'lashga emas. Bo'lib to'lashda narxi o'zicha qoladi. Keling, men mashinada ko'rsatam. Bu yoqda odamlar ko'rishayotgan ekan. Bu Arizona full pozitsiyasi. Eng fulli intelligent deyiladi. Narxi 279 million 900. Lukli varianti. Lukli varianti. Bularda ham podveskasi независимый, motor 1.5, shahardagi расходi 9 litr, trassada 5 litr. Кожаный salon bo'ladi, monitor, start stop, auto hold funksiyalari bor, беспроводной zaryadka, podsetka saloni, polosy ushlash, avto торможение, hamma funksiyasi bor. 1.5 turbina motor, ot kuchi nechta bunda? Ot kuchi 147 ta. 147 ta. Hamma pozitsiyasi bir xil. Hamma pozitsiyasida bir xil. Motori. Ha. Zapaska, ключ, domkrat, hamma narsasi bor. Mashinalarga garantiya qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasi 5 yil yoki 150 ming. Garantiya motorga, korobkaga, elektronikaga, kuzov otsinkovkasiga beriladi. Hamma modelga. Hamma modelga. Tushunarli. Уже 8 Pro Maximizani garantiyasi уже 7 yil bo'ladi. Sal ko'proq. Buni 280 million ekanda почти. Emblemalari yerga tushib turadi. Eng fullida. Qolgan pozitsiyasi yo'qmi bu? Yo'q, qolgan pozitsiyalar. Bu shahar ichiga qancha yoqadi aka rasxod? 9 litr. 9 litr. 92 plus yo'q bo'lmasa propan uстановка qilsangiz bo'ladi. O'sha gaz qo'yilgandan keyin garantiya chiqib ketmaydimi? Yo'q, agar bizani servisda qo'ydiradigan bo'lsangiz chiqib ketmaydi. Demak, servislari bor. Servislari bor. O'zlariga murojaat qilib qo'ydirishlaringizni tavsiya qilaman. Hamma xizmatlari bor. Mashina даже tuning, remont, zapchast, hamma narsasi o'zimizdan topsanglar bo'ladi. Servis xizmati bor. Servis xizmati bor. Bular endi menimcha zapchast muammo emas. O'zbekistonda yig'ilyapti menimcha. Da. Mashinani 0 dan 100 gacha bo'lgan nimasini birdaniga yig'ib tashlaydi. Hamma zapchasti bor xullas. Mana bu tomonda menimcha shu bank ishlari, bank ishlari, hamma narsa shu yerda hal bo'ladi. Shu yerda hamma hisob kitoblarni qilib beramiz mijozligi. Bundan tashqari bank ishlari ham, to'lovlari ham hammasini avtosalonimizda qilsangiz bo'ladi. Banklarga yugur shart emas. Hamma ish shu yerda bitiriladi. Cherry brendidagi mana eng erkatoy mashina shu bo'ldi desam. Eng erkatoyimiz, eng yangi chiqqan modelimiz shu bo'ladi. 2 Pro. Motori 1 turbinali bo'ladi. 102 ta ot kuchi bunda. Bu mini crossover Cobaltlar deganda ot kuchi. Bu mini crossover ancha ekonomik mashina, shahardagi rasxodi 7 litr, trassada 5,5 litr rasxod qiladi. Zo'r. Bitta pozitsiyada bu, o'sha full versiyasida Luk bor. Ya'ni o'sha lukli da. Salonni ham ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. Monitor bor ekan, monitor faqat orqaga urg'inch ko'rsatadimi? Ko'rsatadi. Kojinli salon. Elektroniklari bor. Variator korobka menimcha bu aka. Variator korobka. Kojinli salon, hamma joy. Ko'rsatib qo'ying yaxshilab. Bunda mashina kichkina ko'ringan bilan, lekin mana bu bagajida ancha joy bor lekin. Bagajlarida, olalarida ancha joy bor. Ham mashina baland, mana mini crossover. Bagaj kattaligini qaranglar. Imini shaharbop mashina. Juda ham shustri. Hozir shu rangi ayni ayollarga mos ekan aka. Ayollar esa ko'p olishyapti, imini shu qizil rangidan ko'pchilikka yoqyapti. Xo'p, narxi qanaqa aka bu mashina? Narxi 214 million 900. 214 million, 215 million deb kelsa esda qolarli bu. 215 million desa ham bo'ladi. Mana shuni 15% boshlang'ich to'lov bilan imtiyozli kreditga yo'nalsam rassrochiga olishingiz mumkin. Yarmini berib, qolgan yarmini 2 yilda. Menga 15% lik kredit bilan rassrochini hisoblab bering bo'lmasam. Baribir obunachilarimiz ham telefon qilib shu narsani so'rashi mumkin. 15% bu mashinaniki 39 million 400 bo'ladi. 39 million 400 ming so'm bosh to'lov qiladi. Hamma xarajat ichida. Shunaqa. Oylik to'lovi necha yilga qanchadan bo'ladi? Oylik to'lovi agar 5 yilga qiladigan bo'lsangiz, bu 5 million oralig'ida chiqadi. 5 million oralig'ida. Rassrochga endi u yarmini bo'lib, yarmini bersangiz, qolgan yarmi 2 yilga bo'lib beriladi. Teng bo'lib yorsa, o'zlari hisob kitob qilib olsalaringiz ham bo'ladi bo'lmasa. Yo'q, 30% ni berib 1 yilga ham olishingiz mumkin, 40% to'lab 18 oyga olishingiz mumkin, 50% bilan 2 yilga, 60% bilan 3 yilga ham olishingiz mumkin. Hop, shu Cherry'da eng yoqtirgan modelingiz qaysi sizda aka? Mani o'zimniki, конечно же, 8 bo'ladi. Kerakli ko'rsataman. 8 dan ko'rib ketaylik. Bu eng katta, eng qimmat mashinamiz. Showroomda hozirda 8 Pro Max turibdi. Bular ham 3 ta pozitsiyada bo'ladi.
Ko'chalarda ko'rib qolyapmanki, 9 ham chiqqanmi? 9 ham chiqqan, hali adayam bizning kompaniya hozircha olib kirayotgani yo'q. Keyingi yilga chiqadi, xudo xolasa. U ham 7 kishilik. 7 kishilik Ular gibrid bo'ladi. Gibrid. Ha. U keyingi yilga xudo xolasa yangilik qilib yana chiqaramiz. 8 Pro Max. Qanaqa motor? Necha ot 8 kuchi? Pro Max o'sha kattaroq. Bular 7 kishilik bo'ladi. Shaharbop crossover. Oilaviy mashina. 6 motor. Ha, oilaviy. Bular обновленный, bular ham Oldi bilan ko'rsating. faralari adaptivniy bo'ladi. Moslashadi. Moslashadi. Rulni burganingizda o'sha tomonga qayiladi. Chapga bursa chapga. Chapga bursangiz chapga, o'ngga bursangiz o'ngga. Даже дальнийni yoqib ketayotganingizda oldingizdan mashina chiqsa, дальнийni o'zi avtomatik o'chirib yoqadi. Buni rasxodi qanaqa aka? Motor Rasxodi 906 litr shu godasi. narigi 7 Pro'lar bilan bir xil ekan почти. Ha, bir xil. Saloni korejniy svetda ekan. Korejniy svet. Massaj bor edi, mana. Massaji bor. Oldi sidenada massaj, atamankalari bor. Bu kapitanskiy sidena hisoblanadi. Orqa tomon ham ko'rsatib qo'ying. 3 zonli klimat kontrol bo'ladi. Bu yerda 3-qator uchun ham deflektorlar va pult upravleniyalari bor. Endi bu 7 kishilik bo'lgani uchun 3-qatorga ham alohida do'stlar. Ham bu monoqosh, polностью yonadi fari. Ochganimizda mana o'zi bitta sidenani ko'tarib qo'yimizda mana deflektorlar, pult upravleniya, podstakannik, xullas 3-qatorga ham hamma qulayliklar bor. Tushunarli. Bu sidenani yotqizib ham qo'ysangiz bo'ladi. Shunda qo'ngli bagaj bo'ladi. Bular necha xili bor aka? 3 xili. 400 milliondan boshlanadi. 400 million, 418 million va 481 million. Hozir bu 8 Pro Max bo'lsa, qolgan Pro bo'ladi. ikkitasi 8 Pro. 8 Pro. 8 Pro'ni o'zi 2 xil ekan. Ha, luxury, premium bo'ladi. Motorlari har xilmi ularniki? Ularniki Bro 6 turbina. Ha, 8 Pro'ni birinchisi. 8 Pro'ni birinchi, ikkinchisi, uchinchisida 2 litr turbina bo'ladi. 4 ta ballon tortadi. Qolgan kelasi oldi faqat. Oldi tortadi va motor Bro 6. Faqat 4x4 faqat Max'larda ekan. Max'larda. Esda qolarli bo'lish uchun. Max'da har doim 4x4 bo'ladi, Cherry'da. Xo'p. Бесключевой достуp, слепой zona, полоса ushlash, avtotormojeniya, bu hamma funksiyalari bor. Ha, 360 kamera, panorama lyuk. Chiqaylik. Buni ham akustikasi Sony ekan do'stlar. Aha. Даже o'zini subwooferlarigacha bor. Ani tarpetda turgan subwoofer bo'ladi. Head-up display, голосовое управление, barra ichida isitish, sovutish, беспроводной зарядка. Bu ham холодильник ham bo'ladi, bari. Ham холодильник bo'ladi. Ham pechka bo'lar ekan gapi. Mana ikkita stakan uchun joy, беспроводной зарядка. Necha xil yurishi bor buni? Rejimi? 6 ta. Bu sidenada massaj yo'q lekin. Yo'q, bu sidena. Shopir uxlab qolmasin. Shopir uxlab qolmasligi uchun massaj qo'yilmaydi. Sidena pamet bor lekin 3 tami 4 tami deymanda. 3 ta. 3 ta ekan. Xotira sidenasi 3 talik. Buni narxi qancha dedingiz? 400 milliondan boshlanadi. Bu aynan shu model. Ha. 400 eng qimmatimi shu hozir? Ha, 480 million. 480 millionligi do'stlar bu. Xo'p, biz qo'ldan kelgancha hozir o'zim qiziqtirgan savollarimni berdim. Modellar o'rtasidagi farqi, narxi, avtokredit, rassrochka shu kabi biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, telefon qilib so'raydi, xudo xolasa o'zingizdan. Bemalol telefon qilishsa, o'zimiz qolganini tushuntirib beramiz. Soat nechadan nechagacha ish? Ish vaqtimiz 9 dan 8 gacha har kun. Dam kunlarisiz. Hamma modellarimizga test drive bor. Kelib, bemalol haydab ko'rishingiz mumkin. Hisob-kitobini olib, hammasini tushuntirib beramiz. Test drive'da bitta prava bilan kelish kerak bo'ldi. Prava yoki pasport. Pasport yoki prava bilan kelasizlar. Xohlagan modelda mashinalar biriktirilgan, test drive'ga chiqarilgan mashinalar haydab kelishingiz mumkin. Endi mana shu aytilgan funksiyani har bittasini ishlatib ham ko'raverasizlar haydash jarayonida. Qulayliklar bor shunaqa. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Ko'rgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berdik. Bekzod aka, sizga ham rahmat. Ma'lumotlar uchun. Sog' bo'linglar. Xo'p, keyingi videoda kutib qolamiz. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.